Assalomu alaykum do'stlar. Bugun demak, hozirgacha o'rgangan barcha bilimlarimizda kerakli joylarini test qilib ko'rinishda taqdim etaman va uni tushuntirib beraman javoblarini. Siz bu videoni ko'rishdan avval Telegram kanalimizga o'tib turib, bu yerda shu testni topib, o'ziz yechib ko'ring. Natijangizni olib, natijangiz yaxshi chiqqandan keyin 80% dan yuqori chiqishi kerak. Test natijasi chiqqandan so'ng bu videoni ko'rishni tavsiya qilaman. Xo'p, endi testga kelsak. Xo'sh, birinchi savolimiz nima deyapti? What's the name of layer 2 of the TSP IP model? Assume 5-layer model. Demak, inglizcha beramiz. Men o'zbekcha tushuntirishga harakat qilaman savollarni, chunki lekin savollar inglizcha bo'lishi shart. Sababi imtihon to'liq ingliz tilida bo'ladi. Va shu sababli inglizchasiga qoldirdim, o'zbekcha qilyapmadim. Xo'p, keling mana bu yerda qaraymiz nima deyapti. TCP va IP modelimizda ikkinchi qatlamda qaysi nom bilan ataladi? 5 talikda. Ya'ni OSI model 7 ta qatlamdan iborat edi. TCP IP esa 5 qatlamdan iborat. Va undan bilasiz, tepadan kelsak, application layer bu 7-chi qatlam. Presentation layer bu 6-chi. Session layer bu 5-chi. Transport 4, network 3, data link 2, physical 1. Demak, shundan kelib chiqamiz. O'sha qatlamni yodlagansiz va undan kelib chiqamiz. Ikkinchi qatlamimizda bu demak data link layer ekan. Asl javobni tekshiramiz. Javobimiz to'g'ri dedi. Hop, keyingisiga o'tamiz. Ikkinchi savolimizga. Endi xuddi shu narsa 3-chi qatlam qaysi deyapti savolimizda. 3-chi qatlam data linkdagi network layerimiz edi. Tekshiramiz. To'g'ri chiqdi. Undan keyin bu savolimizda transport layer qatlamini nechinchi qatlam deb ataladi deb so'rayapti. Shunda transport esingizda bo'lsa 4-chi qatlam edi. Demak, bundan kelib chiqdi. OSI model to'liq yodlab olishingiz shart degani. Xo'p, chiroyli qilib yodlab olishingiz kerak. Xo'p, keyingisi Session exam TCP IP model qaysini ifodalaydi? TCP IP model 5 ta qatlamdan iborat edi. OSI model esa bu 7 ta qatlamdan iborat. Birdan ko'ramiz. OSI modelda session bor. Yo'q, demak TCP emas. Session TCP emas. Hop, application transport mana shu o'xshayapti. Pastdagiga qaraymiz. Pastdagisi 4 ta qatlam iborat yozilgan. Data linkda qoldirib ketgan demak, bizga ikkinchi tepadagisi to'g'ri bo'ladi. Endi qaysi qatlam bitlardan foydalanadi? 0 da bit degani. O'sha demak eng fizik jihatdan edi. Va fizik jihatdan bo'lsa javobimiz to'g'ri. Keyingi qatlamga, keyingi savolga o'tamiz. Qaysi qatlamda paketlar foydalanadi? Esda bo'lsa, birinchi 7-chi qatlamdan kelgan. 7-chi qatlamda PDU ko'rinishda applicationlarda PDU bo'ladi. PDUdan presentation sessionda ham PDU holatda keladi. Transportda o'zgarishni boshladi. Transportda segment deb atadik. Keyin u networkka tushdi. Networkda bu paket deydik esda. Paketdan keyin u data linkda frame'ga o'zgardi. Ya'ni nomlanish. Nimalar qo'shilgandan keyin nom o'zgardi. Data link frame. Bo'ldi. Fizik esa 0 bit. Demak, bizga paket qatlamida o'sha network ekan. Ketdik. 7-chi savolimizga o'tdik. Endi frame. Xuddi boyagi narsa. Frame oxirgi natijamiz. 0 dan oldin natijamiz. Segment esa networkdan oldingisi transport etadi.
Demak, o'zi qaysi qatlamda uchinchi qatlam adreslar ishlatiladi. Esingizda bo'lsa, demak, birinchi 0.0, keyin ikkinchi qatlamga o'tganda u MAC adreslar bilan ishlaydi. O'zi switchlarni ko'rsatib o'tganda oddiy switchlar. Hop, keyin routerga o'tsa, u uchinchi qatlam bo'ladi va u IP adres edi. Tekshiramiz. Hop, keyingisi savolimiz ikkinchi qatlam protokoli nima? O'ynaga demak boshida ko'rsatganda TCP va IP protokolini ichida HTTP, HTTPS, FTP degan ko'rinishda protokollar ko'rsatilgan edi ozgina edi. O'shani e'tibor bergan bo'lsangiz, mana shu 7-qatlamda ishlatilgandi aytdik. Hop. Keyingisi PDUda 3 qatlamda va data link layer. Qaysi PDU protocol data unit data link layerda ishlatiladi. Endi shu yerda yana pastda bit frame degan data link layer ikkinchi qatlam. To'g'rimi? Bu natija, tayyor natija, o'zgarmas natija, tayyor frame dedik. Hop, keyingisiga transport layer bu boshida, ana PDUdan keyin birinchi o'zgarishi segment. Va mana bu yerda network layer asosiy. Mana shu yerdan kelib chiqqan o'zi paket deb ishlatiladi. Paket layer. Xo'sh, demak natijamiz great job, you are ready to move to the next lecture. Yani keyingi leksiyaga o'tishga tayyorsiz. Sizda ham shunday chiqqan bo'lsa, xursandman. Like bosib, keyingi darsda o'tamiz.